Assalomu alaykum do'stlar. Biz Jizzaxdamiz. Mana bizni 40 million pulimiz va Jizzaxlik akamiz 40 millionni nimaga alishar ekanlar? Oldin ular bilan so'rashib olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalom, rahmat. Ismingiz nima aka? Ildor NBN. Oydo. O'sha mashhur NBN gap yo'q ekan. Aka bitta savol beraman. Menga juda qiziq, ko'pchilik biladi, lekin men o'zimga juda ham qiziqdi. Nima ish qilasiz? Shu avtosalon mashina sotamiz. Ha, fishkalar nimada? Fishkamiz 1 so'm to'lovi yo'q, mashina beramiz, xalqqa tarqatamiz. Xudo xolasa shu bizda eng asosiy fishkamiz shu. Bank aralashmaydi. Uni buni qo'yinglar. Nimaga almashasiz? Mana bu 40 millionimizni shunday gapiring. Fishkani bildik. Xudo xolasa biz sizlarni o'tgan safargi kutib olgan odamlardan ortiqcharoq bo'lishi uchun legendarniy qilib Nexia tayyorlab qo'ydik. Shuni olib qo'yasiz mana ishlari bilan. Amma nima bu? Voy nima bu? Nima deyapti? Aytingmi nima bu? Bu 200 so'mlik Gogart. Xudo xohlasa yuraydi. Bu mashina bizga anchagina qimmatga tushgan, lekin sizlar uchun Nech pul bu? Shuni ham aytib qo'ying. bu mashinani o'zimiz 4,5 ming dollarga olganmiz. O'zlaring bahosini berasiz. Qarang. Demak buni kommentariyada bahosini berishadi. Ha, yana bitta narsa-da. Obunachilarimiz uchun nima qilib bermoqchisiz? Keling, aytaman. Xullas, mana shu yerga luboy mashinani tanlashadi. Sizlar nomlaringdan kelishsa, boshlanish to'lov yo'q bo'ladi. 200 dollardan yana skidka qilib beraman. Taksit obunachilar, mana mashina olishga sizlarga eng nomeradiy salon topib qo'ydik, kelaverasizlar. Bitta narsa obuna bo'lishni unutmanglar. Xohlagan eskidan tortib yangi mashina ham bor. 500 gap qilishni unutmasin, ana. Birinchisiga 500. Birinchisiga 500 dollar skidka qani bizani nomimizdan, bizani obunachilardan kelgan. Shu akamizni qo'yman. Yana 500 palla. Yana O'sha odamga birinchisi yana 500 palla. Mana bu kelyapti. 500 dollar. Birinchi kelgan klientga 1000 dollar skidka bor. Voy, gap yo'q ekan. Jizzax, respekt. Sirdaryoda ko'rishguncha.